Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Begot tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, bugun mana Rainbow'ning yonida turibmiz. O'tgan yili 2024-yil mana 18-sana 4-oy 18-aprel kuni payvand qilingan bu. Kurtay payvand qilingan mana. Bu tepasini keyin kesib tashlaganman. Kesib tashlaganman. Bu ikkita yondan kurtay payvand solgandim buni. Mana shunaqa zo'r o'sdi, ikki tarafga qarab ketdi bu mana. Ha, ikki tarafga qarab o'sgan bu. Bunisi bu tarafga qarab o'sgan mana. Do'stlar, bu Rainbow ham juda o'ta ser hosil nav ekan. O'tgan yili nishona hosil ko'rsatgan bu ham. Mana bu yil haqqoniy hosillari mana bu yil. Mana bu yil yaxshigina hosil qildi. Rainbow ham do'stlar bu erta pishar, sotga kiradi, juda erta pishadi. Bularni endi bugun o'sganini kontak jarayonini ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana ikkitalik, bitta kurtaydan ikkitalik chiqqanlari bor. Mana ikkalasida ham hosil bor. Tagi mana bitta joydan ikkita chiqqan. Endi buni bittasidan voz kechishimiz kerak bo'ladi. Buni biz yonboshga qarab o'sayotganini bunisini olib tashlayman mana. Do'stlar, mana bittasi qo'lyapti. Mana tepalarda ham ikkitadan bor. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, buni ham bittasini olamiz. Mana bu yoqda ham bor. Buni ham bittasini olamiz mana. Mana tepada ham bor. Mana bu tepasidagida ham 3 ta bor ekan mana. Buni bittasini olamiz. Ikkinchisini ham olamiz mana. Do'stlar, mana bittadan qoldi. Har birida mana hosili bor. Urug'larda ikkitadan bor ekan mana. Ikkitadan hosil qilgan. Bunda ham ikkita mana. Hoppa. Buni sinib qoldi. Chiqisi yo'q. Ana. Endi bu tarafga o'tamiz. Bu tomonda ham mana ikkitalik. Baquvvatrog'ini qo'yamiz. Bunda ham hosili bor, lekin buni ham olib tashlaymiz. Xo'p, mana bunisida ham ikkitalik o'sgan. Bittasidan voz kechiladi. Bunisida ham 3 ta bor ekan. Bunisidan bittasini oldim. Mana yana keyingisi mana. Bunisini ham olamiz mana. Ana shunday qilib bitta kurtaydan ikkita, 3 ta o'sganlarni olib turamiz. Chiqamiz. Birinchi qo'mtay mana shu mana. Bitta qoldi. Mana tepada ham 3 ta bor. Buni yonboshga qarab o'sganini olamiz. Mana ikkitasini qo'yib turamiz hozircha. Har birida mana ikkitadan hosil. Mana do'stlar. Mana shunday qilib qo'mtay jarayoni bo'ladi mana do'stlar. Buni yonida yana talisman bor ekan mana. Talisman. Bu endi o'syapti mana. Bunda ham 3 tadan chiqqan. Buni ham bittasini olib tashlayveramiz. Bemalol. Bittasini oldik. Ular juda bir-biriga yaqin. Bunisini olamiz. Endi qarab o'sganini olamiz. Mana shunday qilib do'stlar, qo'mtay jarayoni mana shunday bo'ladi. Mana do'stlar, bu yilga Rainbow. Mana do'stlar, mana shunday qilib qo'mtay jarayonini olib bordik. Bu shpaleramiz bir tomonlama shpalera. Do'stlar, mana bu yerda karnaval bor ekan do'stlar. Karnaval bor. Karnaval ham mana juda ser hosil. Hammasida hosil bor. Karnavalda ham qo'mtagini qo'ramiz. Eng pastidan chiqqanlarni olamiz. Bizga keragi yo'q. Do'stlar, tepasida bittadan mana o'sganni qarang, karnaval o'ta kuchli o'suvchi navlardan karnaval ham. Hosillari mana ikkitadan bor hosillari. Har birida
Karnavalda ham mana. Bu yerda ham ikkita o'sgan. Bittasidan voz kechamiz, bittasini olamiz. 3 ta ekanlar. Uchinchisini ham oldik. Mana shu do'stlar karnaval mana. Bugungi videomiz mana shundan iborat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.